Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz aziz muxlislar. Bugun hozir biz sizlar bilan Sent-Luis shahri markazida joylashgan Mizuri botanika bog'iga sayohat qilamiz. Mana bu bog' 37 gektar kvadrat maydonni o'z ichiga olgan bo'lib, 1000 dan ortiq daraxtlar va o'simliklar joylashgan bu bog'da. Mana qarang, sayohatchilar bilan hamisha gavjum. Ayniqsa dam olish kunlari va bayram kunlarida bu yerdan odam uzilmaydi. Mana bu oynavand bino o'simliklar klimatronidir. Bu yerda 1000 dan ziyod gullar va o'simliklar mavjud. Mana bu kaktuslarning ochilib turishini qarang. Botanika bog'i 1859-yilda qurilgan bo'lib, unda 1000 turdan ortiq daraxtlar va o'simliklar mavjud. Bu bog' qishin-yozin sayohatchilar bilan gavjum. Bu botanika bog'i kattaligi jihatdan AQShda Nyu-Yorkdagi botanika bog'idan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Hozir biz mana mo'jizaviy klimatron xonasiga tashrif buyuramiz. Bu yerda turli tuman gullar, o'simliklar va mevali daraxtlar ham uchraydi. Mana bu yerda o'simliklarni tarixi, kelib chiqish joylari va ularning parvarishlari haqida yozilgan. Bu yerdagi haqiqiy tabiat mo'jizalari bo'lgan o'simliklarni ko'rib bahridilingiz ochiladi. Yana qayta kiringiz keladi. Bu yerda mana bunday toshlardan sun'iy tog'lar yaratilgan va shu toshlarning ustilariga chiroyli o'simliklar o'stirilgan. Mana qarang, qanday go'zal. Mana ulkan kala guli. Klimatronni eng to'rida esa kattakon akvarium bor. Bu yerda baliqlar tabiiy holatda yashashyapti. Mana akvarium ichida yurishibdi. Bu yerda daraxtlar va har xil o'simliklar qo'yib qo'yilgan. Bu go'zalliklar zamirida qancha insonlarning mehnati yotibdi. Mana judayam go'zal daraxt gullari. Ularning turli tumanlari mavjud.
Bu yerda nafaqat gullar va manzarali daraxtlar, balki bu go'zallik ichida mevali daraxtlarimiz ham mavjud. Mana banan. Bananni mevalari hali pishgan yo'q. Mana top-top bo'lib turibdi. Mana mevalar. Va boshqa yana mevali daraxtlar ham bor ekan bu yerda. Mana bu yerda esa sun'iy sharshara mana tepadan juda chiroyli manzara kasb etib gullarning orasiga qo'yilib turibdi. Endi esa mana kaktus havuzga kirib boramiz. Mana bu yerda turli tuman har xil kaktuslar. Hali tashqarida ochilib turganlarni ko'rdik, rosa gullagan. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Yana bu videoning davomini ko'rsatamiz. Go'zal bog'lar haqida. E'tiboringiz uchun rahmat.